Assalomu alaykum. Bugungi videoda ACC haqida gaplashamiz. ACC nima? Uni qanday qilib qo'lga kiritsa bo'ladi? ACC qanday imkoniyatlarni yaratadi? Sizni qiziqtirgan barcha savollarga bu videoda javob beraman. ACC bu diplomlashtirilgan, sertifikatlangan buxgalterlar uyushmasi. ACC, ya'ni Association of Certified Chartered Accountants, bu dunyo bo'ylab tan olingan va obro'ga ega bo'lgan moliyaviy va buxgalteriya sertifikati hisoblanadi. ACC sertifikati moliyaviy hisobotlar, soliqqa tortish, audit va moliyaviy menejment sohalarida chuqur bilim va malakaga ega bo'lishni ta'minlaydi. Keling, endi ACC sertifikatini ahamiyati haqida gapirib o'tamiz. ACC sertifikati birinchi bo'lib xalqaro tan olingan sertifikat hisoblanadi. U global miqyosda tan olinadi. Bu esa turli mamlakatlarda moliyaviy lavozimlarda ishlash imkonini beradi. Ikkinchisi bu keng ko'lamli malakalar. Bu sertifikat buxgalteriya, audit, soliq siyosati, moliyaviy tahlil va boshqa sohalarda chuqur bilim va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Keyingisi bu karyera imkoniyatlari. ACC sertifikati moliyaviy direktor, bosh buxgalter yoki auditor kabi yuqori lavozimlarga ega bo'lish imkonini beradi. Va oxirgisi ko'p sohalarda qo'llanilishi. ACC sertifikati egallagan mutaxassislar nafaqat buxgalteriya, balki biznes, bank, sug'urta va davlat sektorlarida ham ishlash imkonini qo'lga kiritadi. ACC sertifikatini qo'lga kiritish uchun quyidagi bosqichlardan o'tish talab qilinadi. Birinchi qadam bu ACC tashkilotida a'zolik uchun ro'yxatdan o'tish. Agar sizda moliyaviy yoki buxgalteriya yo'nalishida diplom bo'lsa, ba'zi imtihonlardan ozod bo'lishingiz mumkin. Ikkinchisi bu ACC imtihonlarini topshirish. ACC dasturida jami 13 ta imtihon mavjud bo'lib, ular 3 ta darajaga bo'linadi. Birinchi modul bu knowledge modul deyiladi, ya'ni bilim moduli. 3 ta imtihondan iborat. Asosiy buxgalteriya va moliyaviy tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ikkinchisi bu skills modul, ya'ni ko'nikmalar moduli. Bu 6 ta imtihondan iborat bo'lib, moliyaviy hisobotlar, menejment buxgalteriyasi va audit kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Va uchinchisi professional modul. Professional moduli bu 4 ta imtihon. Yuqori darajadagi moliyaviy tahlil va boshqaruv bu modulda o'rganiladi. Endi 3-bosqichga o'tamiz. Bu ish tajribasi. ACC sertifikatini olish uchun kamida 3 yillik moliyaviy yoki buxgalteriyaga tegishli tajriba talab qilinadi. Ushbu tajriba ACC standartlariga mos kelishi kerak va ish beruvchi tomonidan tasdiqlanishi kerak. 4-bosqich bu etika va professionalizm bo'yicha modul. ACC o'z a'zolaridan etika va professionalizm moduli bo'yicha onlayn kursni o'tishni talab qiladi va bu modul kasbiy odob-axloqlar, qoidalari va moliyaviy mas'uliyatlarni yaxshi tushunishga yordam beradi. 5-bosqich, ya'ni 5-qadam bu davomiy ta'lim. ACC a'zolari har yili Continuous Professional Development, ya'ni CPD orqali bilimlarni oshirib borishlari kerak bo'ladi. Bu sizni sertifikatingizni doimo dolzarb saqlashda yordam beradi. Yangi ko'nikmalarni, yangi bilimlarni olishingizga yordam beradi. Ushbu bosqichlarni muvaffaqiyatli yakunlab, siz ACC sertifikatini qo'lga kiritishingiz va moliyaviy dunyoda yuqori darajadagi professional sifatida faoliyat yuritishingiz mumkin. ACC kvalifikatsiyasi qancha turadi? Birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tish va yillik to'lovlari bor. Dastlabki ro'yxatdan o'tish to'lovi 89 funtni tashkil qiladi. Yillik obuna to'lovi 2024-yildan boshlab yiliga 137 funt sterling. Ikkinchisi bu imtihon narxlari. Amaliy bilim imtihonlari, ya'ni Applied Knowledge, British Council CB, ya'ni Computer Based Examen, biznes texnologiya, FA moliyaviy hisob, boshqaruv hisobi MA har bir imtihon uchun 104 funtni tashkil qiladi. Korporativ va tijorat huquqi, ya'ni Law 129 funt. Amaliy ko'nikmalar imtihonlari, ya'ni Applied Skills har bir imtihon uchun 150 funt sterling tashkil qiladi. Strategik kasbiy imtihonlar, ya'ni Strategic Professional SBL 266 funt sterling va boshqa strategik imtihonlar har bir imtihon uchun 196 funt sterling. Agar siz imtihondan ozod qilingan bo'lsangiz, ozodlik to'lovlari bo'ladi. Amaliy bilimlardan ozod qilingan bo'lsa 86 funt sterlingni tashkil qiladi har bir fan uchun. Amaliy ko'nikmalar imtihonidan ozod qilish har bir imtihon uchun
150 funtni tashkil qiladi. Eslatib o'taman, Strategic Professional bosqichidagi fanlardan ozod qilinmaydi. 4-chi bu etika va kasbiy mahorat moduli EPSM narxi 79 funt sterling tashkil qiladi. Malaka olish uchun majburiy modul hisoblanadi. 5-chisi sizda o'quv materiallari va o'quv markazlari uchun to'lovlaringiz bo'lishi mumkin. Mustaqil agar o'rganadigan materiallaringiz bo'lsa, har bir fan uchun 150 funtdan 400 funtgacha. Agar o'quv markazida o'qisangiz, narxlari har xil bo'ladi. 400 yoki 600 funt har bir fan uchun to'lashingiz kerak bo'ladi. Endi amaliy tajriba talabi, ya'ni PER ECC uchun to'g'ridan-to'g'ri xarajatlari yo'q, lekin ish bilan bog'liq xarajatlar sizni rolingizga qarab farq qiladi. Va oxirgisi bu a'zolikka kirish. Hamma imtihonlarni topshirib bo'lganingizdan keyin a'zolikka kirmoqchi bo'lsangiz, a'zolikka kirish badali to'lanadi. Bu 311 funtni tashkil qiladi, bir martalik to'lov va yillik a'zolik to'lovi har yiliga 311 funtdan to'lashingiz kerak bo'ladi. Endi umumiy xarajatlarni hisoblaydigan bo'lsak, a'zoliksiz umumiy xarajatlaringiz mustaqil o'qiydigan bo'lsangiz 2400 funtdan 3000 funtgacha ozodliklarsiz. Agar o'quv markazida o'qiydigan bo'lsangiz 4600 funtdan 5800 funtgacha tashkil qiladi. A'zolik bilan bo'lsa, a'zolik to'lovi uchun yana 311 funt qo'shiladi va birinchi yillik a'zo to'lovingiz 311 funt qo'shiladi. Shunda umumiy xarajatlar a'zolik bilan birga mustaqil o'qish 3000 dan 3600 funtgacha, pullik darslar bilan 5200 dan 6800 funtgacha bo'ladi. Endi bitta maslahat bermoqchiman. Imtihonlarni oldindan rejalashtirish va o'qish xarajatlarini optimallashtirishga yordam beradi. Aniq narxni bilish uchun o'quv markazlari va imtihon sentrlariga murojaat qiling. ECC imtihonlarini topshirish jarayoni 3 ta bosqichdan iborat bo'lib, jami 13 ta fanni o'z ichiga oladi. Har bir bosqichda bir nechta fanlardan imtihon topshirish talab etiladi. Quyida ECC imtihonining aniq tarkibi. Birinchi bosqich knowledge level, ya'ni bilim darajasi. Bu dastlabki bosqich bo'lib, asosiy buxgalteriya va moliyaviy tushunchalarni qamrab oladi. 3 ta fan bo'yicha imtihon topshirish talab etiladi. F1 bu BT, biznes va texnologiya. F2 MA, management accounting, management buxgalteriyasi. F3 FA, financial accounting, moliya buxgalteriyasi. Ikkinchi level, ikkinchi bosqich skills level deb ataladi, ko'nikmalar darajasi. Bu bosqichda ko'proq amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga fanlar qaratilgan. 6 ta fan bo'yicha imtihon topshirish talab etiladi. Birinchisi F4, Law, Corporate va Business Law. Ikkinchisi F5, PM, ya'ni Performance Management, ish faoliyatini boshqarish. F6, Taxation, soliq huquqi. F7, FR, Financial Reporting, moliya hisobotlari. F8, AA, Audit and Insurance, audit va kafolatlash. F9, FM, Financial Management, ya'ni moliya menejmenti. Endi 3-chi bosqichga o'tadigan bo'lsak, 3-chi bosqichimiz Professional Level deb ataladi, professional daraja. Bu bosqichda strategik va professional ko'nikmalar shakllanadi. U ikki bo'limdan iborat. Birinchisi Essential va ikkinchisi Optional modul. Birinchi Essential modulida, ya'ni majburiy modulda 2 ta majburiy fan bo'yicha imtihon topshiriladi. Bu SBL, Strategic Business Leader, strategik biznes yetakchi. Ikkinchisi SBR, Strategic Business Reporting, strategik biznes hisobotlari. Optional, ya'ni tanlov bo'limida 4 ta fan ichidan 2 tasini tanlab olish kerak bo'ladi. AFM, ya'ni Advanced Financial Management, ilg'or moliya menejmenti. APM, Advanced Performance Management, ilg'or ish faoliyatini boshqarish. ATX, Advanced Taxation, ilg'or soliq huquqi. AAA, Advanced Audit and Insurance, ilg'or audit va kafolatlash. Bu imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirib, barcha talablarni bajarganingizdan so'ng siz ECC a'zosi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Endi ACC o'quv materiallarini qayerdan olish va ular bilan qanday foydalanish kerakligi haqida gapirib o'tamiz. Agar siz ACC imtihonlariga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, to'g'ri o'quv materiallarini tanlash va undan samarali foydalanish juda muhim hisoblanadi. Bugun sizga qayerdan o'quv resurslarini olish va ularni qanday samarali qo'llash haqida ma'lumot beraman. Birinchisi, bu rasmiy va tavsiya etilgan manbalardan foydalaning. ACC'ning rasmiy sayti bu yerda keltirilgan. Har bir imtihon uchun syllabus, o'quv yo'riqnomalari va imtihon namunalarini yuklab olishingiz mumkin. Ikkinchisi, tavsiya etilgan nashriyotlar. Bu BPP Learning Media rasmiy hamkor bo'lib, chuqur tushuntirishlar va amaliy misollar beradi. Yoki Kaplan Publishing tez-tez yangilanadigan, amaliyotga asoslangan materiallarni taqdim etadi. Uchinchisi, bu onlayn platforma. OpenTuition, buni sahifasi ham slaydda keltirilgan. Bepul videolar va konspektlar bilan oson tushunishga yordam beradi. Yana Educate.co.uk platformasi. Buni ham silkasini ko'rsatib o'tdim. Bu yerda siz mani ACC MA va FA Revision videolarimni topishingiz mumkin. Bu materiallarga 75% chegirma promo kodini kommentariyada yozib qoldirsangiz taqdim etaman. ACC'ga qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkin? Qadam-qadam qo'llanma. Agar siz ACC'ga a'zo bo'lish va imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishni xohlasangiz, birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tish jarayonini to'g'ri bajarish kerak bo'ladi. Quyida siz uchun oddiy va tushunarli qo'llanma tayyorlangan. Birinchisi, bu ACC rasmiy saytiga kirasiz. Sayt ko'rsatilgan. Saytga kirganingizdan keyin Apply Now yoki Register tugmasini bosasiz. Agar profilingiz bo'lmasa, yangi akkaunt yaratishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bu kerakli hujjatlarni tayyorlang. Ro'yxatdan o'tish vaqtida sizdan quyidagi hujjatlar so'raladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki haydovchilik guvohnomasi skani. Ta'lim hujjatlari, diplom yoki akademik transkriptlar, o'zbek yoki rus tilida bo'lsa, rasmiy ingliz tiliga tarjima qilinishi shart. Surat, pasport formatida, fon ravshan va toza bo'lishi kerak. Tavsiya, hujjatlarni PDF yoki JPEG formatida tayyorlab qo'ying. Uchinchi qadam, ro'yxatdan o'tish to'lovi yillik a'zosi. Ro'yxatdan o'tishda quyidagi to'lovlar talab qilinadi. Ro'yxatdan o'tish to'lovi 89 funt, bir martalik to'lov. Yillik a'zolik badali 137 funt har yili to'lanadi. Imtihon to'lovlari har bir fan uchun alohida to'lanadi. Bu imtihoningizga bog'liq necha pul bo'lishi. Kredit yoki debit kart, PayPal yoki xalqaro to'lov tizimlari. Muhim yangilik, agar siz student yoki davlat tashkiloti ishchisi bo'lsangiz, Prezident qarori 46.11 ga ko'ra ro'yxatdan o'tish to'lovi va yillik a'zolik badali, Financial Reporting, ya'ni F7, DPFR, Audit, ya'ni F8 fanlari uchun imtihon to'lovi qaytarib beriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ACC saytiga kiring va akkaunt yarating. Kerakli hujjatlarni yuklang. Ro'yxatdan o'tish puli 89 funt va yillik badali 137 funt to'lovni amalga oshiring. Prezident qarori asosida to'lovni qaytarib olish imkoniyatini unutmang. O'quv materiallari bilan tayyorlaning va muvaffaqiyatga erishing. ACC kvalifikatsiyasi yo'lida sizga yordam bo'ladigan 3 ta qo'shimcha foydali manba bilan bo'lishmoqchiman. Birinchisi, Telegram guruhlari va forumlar. O'zaro tajriba almashish uchun ACC talabalar guruhlariga qo'shiling. Ushbu video tavsifida bu guruhlarga havolani qoldiraman. Ikkinchisi, YouTube kanallari. Men ham ACC bo'yicha maslahatlarimni Telegram, Instagram va YouTube platformalarida baham ko'raman. Uchinchisi, flashkart va mobil ilovalar. Tezkor takrorlash uchun ajoyib vosita hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ACC'da muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri materiallarni tanlashingiz kerak, nazariyani va amaliyotni birlashtirishingiz kerak, imtihon va muhitida mashq qilishingiz kerak va o'zingiz uchun mos o'qish rejasini tuzishingiz kerak bo'ladi. Shu maslahatlarimga amal qiladigan bo'lsangiz, albatta ACC kvalifikatsiyasi yo'lida muvaffaqiyatga erishasiz. O'zbekistonda ACC sertifikatiga talab qachondan boshlandi? 2019-yilda O'zbekiston prezidenti tomonidan Prezident qarori 4310 sonli qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq
Davlat tashkilotlari, aksiyadorlik jamiyatlari va yirik korxonalarda xalqaro buxgalteriya va audit standartlariga o'tish majburiyati yuklatildi. Buxgalterlar va auditorlar xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishi uchun rag'batlantirish va sharoitlar yaratildi. ACC sertifikati mamlakatdagi xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu qarordan so'ng O'zbekistonda o'quv dasturiga xalqaro moliyaviy sertifikatlar, shu jumladan ACCA kiritila boshladi. Davlat korxonalarida esa IFRS, ya'ni MCFO bilimlari tashkil etildi. Natijada moliya va buxgalteriya sohasida ACC sertifikatiga talab. Siz ham xalqaro darajadagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishni xohlasangiz, ACCA kvalifikatsiyasini tezda boshlashni. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz bilan birgalikda karyerangizni rivojlantiring. Sahifalarimga obuna bo'ling va buxgalteriya hamda moliya bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Sizni qiziqarli va amaliy tavsiyalar kutmoqda.